bilmadim, lekin menga bolalar yoqadi. Qani bismillah. Ha bolajon, ha jiyan deyman. Seni jiyan deb chaqiraman. Bo'ptimi? Nima bu? Ko'zi g'alati buni. Endi hamma bola ham meni bittada yoqtirib qolmaydi. Ishon. Mana xolodilnik. Mana. Xolodilnik yopamiz. Ha jiyan, qonni ochdimi? Ma. Hadi kular ekansan. Yosh bolalardagi eng yoqtirmagan narsam shu jiyanim. Tagini eplab qo'ydi. Bu yesa bo'ldi ekanda bu. Qani kechi. Uf. Yangi ishton top deyapti. Yangi ishtonni qanday topaman? Mana ishton. Maki. Jiyan? Jiyanim qani meni? Mashina qanday borib qoldi bu? Ketib qolmay chiqar ekan. Mashina turib turadi, ishtonni olib kelay. Ha jiyanim. Ana. Yaxshigina pampers taqib qo'ydik. Endi yotoqxonasiga olib borishimiz kerak ekan buni. Ketdik jiyan. Ha, kulishingdan seni. Hashatmi yotoqxona? Yo'q. Bumi? Bu kir mashina bor ekan. Jiyan, men senga attraksion ko'rsataymi, ha? Ha, attraksion ko'rsataymi? Mana shu kirgin-da. Ha. Qani? Kacheli. Amerikanskiy gorki. Jiyan, ayamman dadang kelsa aytib qo'ymasam bo'ldi jiyanim. Uzr. Ko'z o'ynab qoldi. Maza qildingmi? Maza endi uxlaysan. Yot. Ertak kitob o'qib berishim kerak ekan bunga. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda bir bolacha ekan. Uni ismi Kuydirgi ekan. Uni bitta mushugi bo'lgan ekan. Mushugi bilan fontanni yoniga borishibdi-da. Ina keyin anu bolani qitmirchilarga tutib qolib, gullarni o'rib yoribdi. Mushugi hayron qolibdi, nima qilyapti bu deb. Va ertagimiz nihoyasiga yetdi. Uxla endi. Uxladingmi? O'chib qopti. Shu bola yig'lasa bo'lmaydi, ko'tara olmayman-da. Asablarim. Yig'lama, ketyapman. Eshikni kim ochdi? Bolani o'ziga keltirib qo'ydi. Bola qani? Bola qani bola? Bola jiyan. Jiyan qani? Bu yerda yopiq. Pastga tushib oldi bu. Aka, yig'lama. Charchaganman men, kuni bilan ishda bo'lganman. Senga kelib kechasi bilan qarashim kerak. Ayim bilan dadam menga o'zi pul beramiz dedi. Hali kartonga pul tashashmadi. Yotma aka. Nima yana? O'yinchog'ini qo'yib berishga. Qaysi o'yinchoq qo'yib beraman? Mana uni qo'yib beraman. Ma. Yoqmadi bu o'yinchoq. Mana jijini qo'yib beraman, jijini. Sen haqiqatda kuydirgi ekansan, ha? Mushuydimi? Ha, ana mushuydi ekan. Bo'ldi. Eshikni yopamiz, uxlaymiz. Ikkinchi kun boshlandi. Meni jiyanim qani? Ha, jiyanim mada. Ha, televizor ko'ryapti. Maza qilyapsanmi, ha? Bolajonga qo'yib beraymi? Ha, o'zi bolajonda ekan-ku. Televizorga qaradi, menga qarayapsan. Mashtaqa jiyaninglar yo'qmi sizlarda ham? Kuydirib yuboradi. Turishi o'zi kuydirgida. Sutni berishim kerak ekan. Xolodilnikda har doimgidek sut. Nima yopilib qoldi hozir? Sut mashina edi-yu hozir. Topishim kerak ekan sutni endi. Ha, mana. Ochildi eshik. Qani jiyan? Sen televizor ko'rib o'tiruvding-ku, yurishni bilasan-da, shunda to'g'rimi? Cho'tta bu qanaqadir bir neobichniy jiyanda bu. Kuydirgi jiyanda, ye. Har doimgidek. Mashina o'tir jim, ketib qolmay tur. Men ishtoningni olaman, qara. Olaman, ketma. Qani yashin tezligida olaman. Qani 1 2 Voy, mashina tur jiyan. Ishtoning qochdi. Ha, yaxshi o'tiribsan ekan-a. Ana. Bora aytirib qarama. Senga quyoncha haqida erta o'qib beraman. Umid qilamanki, o'ta tez uxlaysan.